Work and Travel dasturida qatnashish uchun talabalarga 15 million so'm beriladi. Vazirlar Mahkamasining 290-sonli qaroriga ko'ra, har yili 2000 nafargacha 16 yoshga to'lgan va 30 yoshdan oshmagan O'zbekistondagi oliy ta'lim tashkilotining kunduzgi, kechki yoki sirtqi ta'lim shakli bo'yicha tahsil olayotgan talaba yoshlarga bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravari, ya'ni taxminan 15 million so'm miqdorida sudda ajratiladi. Mablag'lar talabalar tomonidan dasturda ishtirok etish uchun borish va kelish aviachiptasi sotib olishga ishlatilishi mumkin. Sudda ajratish haqidagi arizalar Davlat xizmatlari markazida yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni my.gov.uz orqali qabul qilinadi. Talaba yoshlar ajratilgan suddani xorijiy davlatda bo'lishining so'nggi sanasidan boshlab 1 oy muddatda Yoshlar ishlari agentligiga to'liq qaytarish majburiyatini oladi. Work and Travel dasturiga ajratilgan 15 millionni olish tartibini tushuntiraman. Dastlab my.gov.uz bosh sahifasidan yoshlar bo'limiga kiramiz. Keyin bizga kerakli Work and Travel xalqaro dasturida ishtirok etuvchi talaba yoshlarning ishlash va sayohat qilish maqsadida xorij davlatlariga borish-kelish bilan bog'liq xarajatlari uchun sudda ajratishni tanlaymiz. Birinchi qadamda sizdan kafil ma'lumotlari kiritilishi talab etiladi. Agar kafil mavjud bo'lmasa, bu bosqich o'tkazilib yuborilishi ham mumkin. Agar sizda kafil bo'lsa, kafil borligini belgilab, kafilning shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlari, ya'ni jismoniy shaxsiy identifikatsiya raqami, doimiy yashash manzili va telefon raqami kiritiladi. Keyingi sahifada esa o'zingiz haqida batafsil ma'lumotlarni yozib o'tasiz. Bu bosqichda sizdan ikkita muhim hujjat talab etiladi. Ya'ni ushbu dasturga ega xorij davlatdagi ish beruvchi bilan tuzgan mehnat shartnomasi, ikkinchisi viza uchun ish beruvchi bilan tuzilgan hujjat. Shundan so'ng keyingi tugmasini bosib, navbatdagi bosqichga o'tasiz. Bu yerda siz kafil sifatida ko'rsatilgan shaxsga tegishli faylni tasdiqlash uchun so'rov yuborasiz. Kafil o'z navbatida ariza raqamini kiritib, arifmetik amalni bajaradi va tasdiqlash jarayonini yakunlaydi. Bu jarayon kafil va siz kiritgan ma'lumotlarni solishtirish hamda tasdiqlash uchun xizmat qiladi. Kafil tomonidan tasdiqlanganidan so'ng siz yuborish tugmasini bosasiz. Shundan keyin Yoshlar ishlari agentligining hududiy vakili siz bilan bog'lanib, qarz shartnomasini imzolaydi. So'ngra siz mening arizalarim bo'limi orqali arizangizni ochib, jarayonni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Shartnoma hujjatini tizimga yuklab, arizani yuborasiz. Shu tariqa Work and Travel dasturi bo'yicha arizangiz muvaffaqiyatli yuboriladi. Endi arizadan keyingi jarayon qanday kechadi? Ariza topshirilgandan so'ng vakolatli organ hujjatlaringizni kelib tushgan tartibda 3 ish kuni ichida ko'rib chiqadi. Ular siz kiritgan ma'lumotlar va yuklagan hujjatlar talablarga mos yoki mos emasligini tekshiradi. Agar hujjatlarda xatolik yoki kamchilik bo'lsa, sudda rad etiladi. Sizga shaxsiy kabinetingiz orqali sabablar yozib qoldiriladi va SMS xabarnoma ham yuboriladi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, sizga keyingi bosqich haqida xabar keladi. Unda siz 5 ish kuni ichida qarz shartnomasi va kafillik shartnomasini notariusda tasdiqlatib, PDF shaklda tizimga yuklashingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon xarajatlari sizning hisobingizdan amalga oshiriladi. Shundan keyin Yoshlar ishlari bo'limi vakili sizning vizangizni tekshiradi. Ya'ni pasportdagi viza bilan tizimga yuklangan ma'lumotlar bir xil ekanligi solishtiriladi. Agar ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, shartnoma imzolanadi. Agar noto'g'ri bo'lsa yoki sug'urta kafil masalasi hal qilinmagan bo'lsa, jarayon to'xtatiladi. Siz barcha hujjatlarni to'g'ri yuklab, tasdiqlagandan so'ng tizimda sizga QR kodli ma'lumotnoma beriladi va bu haqida SMS ham keladi. Pulni olish jarayoniga o'tamiz. QR kodli tasdiqdan keyin 3 ish kuni ichida sudda Yoshlar ishlari bo'limiga o'tkaziladi. Ular esa yana 3 ish kuni ichida pulni siz ko'rsatgan bank kartasiga tushirib beradi. Muhim eslatma, agar siz xorijga chiqmasangiz yoki vizada ko'rsatilgan muddat tugaganidan keyin 1 oy ichida pulni qaytarmasangiz, sizdan pulni qaytarish talab qilinadi. Agar vaqtida qaytarmasangiz, sizga va kafilga rasmiy ogohlantirish yuboriladi.
baribir to'lanmasa ish majburiy ijro byurosiga o'tadi. Agar sug'urta qilingan bo'lsa, qarzni sug'urta kompaniyasi qoplaydi. Agar sizda sudda rad etilsa va bunga rozi bo'lmasangiz, sud orqali shikoyat qilish huquqiga ham egasiz. Shu bilan Work and Travel uchun 15 million so'mlik suddani olish jarayoni to'liq yakunlanadi. Shu kabi ta'lim haqidagi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Avlod Medianing ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga obuna bo'ling.